Dunyoda o'qilishi kerak bo'lgan nodir asarlar juda ko'p. Shu darajada ko'pki, ularning hammasini o'qib tugatish uchun normal insonning umri yetmasligi mumkin. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Bu haqida juda ko'p o'yladim va shunday qarorga keldimki, o'qilishi kerak bo'lmagan asarlardan shunchaki ehtiyot bo'lish kerak. Lekin shu o'rinda tabiiy bir savol tug'iladi. Bunday asarlarni qanday qilib aniqlab olish mumkin? Buning faqat bitta yo'li bor. Siz o'zingiz o'qigan va o'zingizga yoqmagan asarlar haqida fikringizni, mulohazalaringizni do'stlaringiz bilan ulashishingiz va bu fikrlaringiz qanchalik to'g'ri ekanligini ularga isbotlab berishingiz kerak. Va shu orqali siz do'stlaringizni bu asarlarni o'qishdan saqlab qolish bilan bir qatorda ularning vaqtlarini tejashlariga va shu vaqtlarini nodir asarlarni o'qish uchun sarflashlariga sababchi bo'lishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu mening tilim blogi va men Shahzod Jo'rayev. Bugun sizlar bilan o'qilishi emas, o'qilmasligi kerak bo'lgan bir asar haqida gaplashamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu ishingiz orqali bizni kichik mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Iltimosimni yerda qoldirmagan bo'lsangiz, biz boshladik. Menimcha, Shuhratning Oltin zanglamas romanini o'qimasangiz ham hech narsa yo'qotmaysiz. Sababi asar g'oya jihatdan eskirgan, shakl jihatdan juda bo'sh yozilgan. Nashr haqida biroz to'xtalsam, men o'qigan nashr 1992-yilda O'zbekiston nashriyotdan chiqqan juda eski nashr, yumshoq muqovada, varoqlarining sifati ham o'sha davr sifatiga mos. Asar 20 ming nusxada chop etilgan. Bu tiraj hozirgi kunda juda katta tiraj hisoblanadi, chunki zamonaviy romanlarning kamdan kam qismi shuncha nusxada chiqishi mumkin. Asar 20 ming nusxada chop etilgan. Asarni 10 kun deganda zo'rg'a o'qib tugatdim. Sababi asar g'oya jihatdan, shakl jihatdan juda bo'sh yozilgan. Yuqorida aytganimdek, bu fikrimni asoslab beraman, lekin videodan maqsad vafot etgan inson haqida yomon fikr bildirish yoki uni yomonotlik qilish emas. Asl maqsad kitobni haqiqatda o'qishli asar emasligini isbotlab berish. Bunga bir qancha sabablar bor. Men hozir sizlarga shu sabablardan 5 tasini sanab o'taman. Birinchi sabab asarning to'la-to'kis SSR mafkurasida yozilgani. Ma'lum tuzum mafkurasida yozilgan asarlar esa u tuzumning davri tugagandan keyin shunchaki bir to'da qog'oz uyumiga aylanib qoladi. Asar qahramonlariga e'tibor bersangiz, namoz o'qiydigan odam, xudbin, sotqin, faqat o'zini o'ylaydi, kambag'al odam, yaxshi, boyvachcha odam, yomon, haqiqiy sovet kishisi hattoki o'zi qamalgan taqdirda ham hukumatdan nafratlanmaydi, urushga borib shu hukumat uchun jonini qurbon qilishga ham tayyor. Bu asar qahramonlarini hayotiylikdan juda uzoqlashtirib yuborgan. Ularga ishonishingizni qiyinlashtiradi. Shuni unutmaslik kerakki, hayotda hech kim butkul yaxshi yoki butkul yomon bo'lmaydi. Bu asar qahramonlari uchun ham standart talab bo'lishi kerak. Asar qahramonlari ham butkul yomon yoki butkul yaxshi bo'lishining imkoni yo'q, lekin romanda xuddi shunday qahramonlar bor. Ya'ni yomon haddan tashqari yomon, yaxshi haddan tashqari yaxshi. Ikkinchi sabab asardagi urushga bo'lgan munosabat. Asar qahramonlariga e'tibor bersangiz, ular urush boshlanganda sarosimaga tushmaydi, xavotir olishmaydi, shunchaki ularning bor o'yi xayoli dushmanni yanchib tashlashda, unga bo'lgan nafratda, g'alabaga bo'lgan tashnalikda. Bu ham SSRning mafkuraviy ta'sir doirasidagi g'oya desak bo'ladi. Asar qahramonlarining yagona maqsadi urushda g'alaba qozonish. Lekin shuni unutmaslik kerakki, urushda g'oliblar bo'lmaydi. Qaysi tomon ustun kelishidan qat'iy nazar, bu minglab, millionlab qurbonlarning evaziga ro'y berishi mumkin. Uchinchi sabab asarning voqeaviy kompozitsion tuzilishida. Yozuvchi ba'zi o'rinlarda bir voqea haqida sinchiklab, ikir-chikirgacha gapirib turadi-da, oxirida 2-3 ta gap bilan voqeani tugatib qo'ya qoladi. Ya'ni bir qahramon xiyonat fikrida yurgan edi, uni bu fikrga olib kelgan sabablar, voqealar batafsil hikoya qilib turib, u falon ishni qilayotgan paytda falon joyda to'satdan o'lib qoladi. Unga oid boshqa umuman tafsilot yo'q. Bu qandaydir nasriy usul bo'lishi mumkin balki, lekin shaxsan menga kitobxon sifatida yoqmadi. To'rtinchi sabab asardagi soxta til uslubi. Ya'ni har bitta qahramon o'z nutqida, dialoglarda kamida 3 ta 4 ta tesha tegmagan iboralardan ishlatadi, o'xshatishlar qiladi. Tabiiy hayotda hech kim bunaqa gaplashmasligi aniq. Misol uchun, mana bu dialogni tahlil qilsak. Rostini aytaymi? Burning nemisnikiga o'xshaydi desang, kesib tashlashga tayyorman. Bunaqa burunning boridan yo'g'i yaxshi. Shu formasini ham o'lgan kunimdan kiyibman. Bo'lmasa-chi, tekkan qo'limni 3 marta sovullab yuvib tashlayman. Fashist odammi? Hayvon undan afzal. Hatto tegmasang vahshiy hayvon ham senga daf qilmaydi. Yoningdan indamay o'tib ketadi. Ovchi bo'lganman, bilaman. Bu ifloschi. Eshigingni ochmasang turmini buzadi. Uyga kiritmasang o't qo'yadi.
Tavba, shularni ham odam bolasi tuqqanmi? Bu ikkita choyxonadagi o'tirgan o'rtoqni gapi suhbat emas bu. Bu urush paytidagi tahlikali bitta davrda yashayotgan ikkita askarni jang paytidagi suhbati. Nahotki askarlarni jang paytida shunchalik mubolag'a qilib gapirishga vaqti, imkoni bo'lgan bo'lsa. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri aytib qo'ya qolish mumkin bo'lgan fikr qolib ketib, uni o'xshatishlar, metaforalarga ko'mib tashlab. Bu narsa yozuvchi uchun nima uchun kerak? Bu o'quvchini tushunishida ham muammo tug'diradi. Shu ham sizni qahramonlarning tabiiyligiga, hayotiyligiga bo'lgan ishonchingizga putur yetkazadi. Sizda ularning haqiqatan hayotda mavjud ekanligiga shubha uyg'onishiga sababchi bo'ladi. 5-sabab qo'rboshlar va ularning harakatiga bo'lgan noadekvat munosabat. Asarda Dilovarxo'ja obrazi orqali qo'rboshlar obrazi nihoyatda yovuz, sotqin, faqat o'zini o'ylaydigan xudbin insonlar sifatida tasvirlangan. Lekin tarixan olib qaralsa, qo'rboshlar harakati yurtimizga rus bosqinchlari bostirib kelayotgan bir paytda yuzaga chiqqan, birlashmaydigan xonliklarga qaramasdan o'zlarining ona tuprog'ini himoya qilishgan ular. To'g'ri, ularning ichida ham o'zini o'ylagan, xudbin insonlar bo'lishi mumkin, lekin bu ular haqida umumiy salbiy munosabatda bo'lishga asos bo'la olmaydi. Ularning ichida ona tuprog'i uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan, e'tiqodida mustahkam insonlar ham bo'lganini tan olish kerak. Asar haqida aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. Bu yog'iga tanlov o'zingizdan. Yuqorida aytilgan fikrlar mening kitobxon sifatidagi shaxsiy mulohazalarim. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Orangizda Shuhratning Oltin zaylamas romanini o'qiganlar bo'lsa, fikrlarni izohlarda